Aziz aka nima bo'ldi aka? Aziz aka rostdan bu mashinaga hozir 31 ming dollar pul ketganmi? Ketgan aka. Unda qaranglar, akalar, bitta mashinani to'liq sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aziz aka nima bo'ldi aka? Aziz aka nima bo'ldi aka? Aka nima bo'ldi? Hech narsa qilmadim birata. Nima bo'ldi hozir? Mashina urib ketdi aka. Qanaqa mashina ketdi? Bilmayman qanaqa mashina urganini ekan. Bo'ldi aka, hech narsa Hech narsa qilmadim aka. Yo'q, yo'q. Obzorni tugatib ola qolaylik, u bilan keyin gaplashamiz. Lekin aka orzu degan mashina bo'libdi-da, bor. O'xshabdimi aka? Underground 2 o'ynaganlar, Mosfet o'ynaganlar bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar, sizlarga yomonini ko'rsataman. Bu mashina 5 ming dollarga sotib olingan va hozirgi holatga kelguncha 1,5 yil vaqt, shuncha asab 31 ming dollar xarajat qilingan. Bu mashinani shu holatga keltirgan odam mana shu odam, ya'ni Aziz akam bo'ladi. Mashinani nimasiga 31 ming dollar pul ketgan, hozir bitta sanab chiqamiz. Sizlar bo'lsa hisoblab turasizlar. Ketdi aka, qarang. Birinchi bo'lib, menga yoqqan tomoni, e'tibor tortgan narsasi bu mashinaning albatta rangi bo'ladi. Nima uchun bu rang? Bu rangi aka o'zimizga yoqqani uchun, imminni o'zimga yoqqani uchun ham shu rangni tanlaganmiz. Bu mashinaning ko'rinishiga juda ham yarashgan. Rangi sizlarga yoqdimi yoki yo'qmi? Kommentariy yozib qoldirasiz. Aka, kraskani o'ziga nech pul ketgan? Kraska malarkasiga 5 ming dollar pul ketgan. 5 ming dollar pul ketgan. Yana bitta e'tiborni tortadigan joyi, bu mashinaning albatta body kitlar bo'ladi. Ya'ni yon qismlari bo'ladi. Orqa ikkita, oldi krilo, tiyak qismi, yon yubkalari body kitni o'ziga nech pul ketdi aka? Body kit aslan mana shu mashinani o'zini, mana shu ko'rinishini olib kelib bergan odam bestikan bo'ladilar dizayn bo'yicha. O'shalari bilan hisoblasak bir 8 ming dollar ketgan aka. 8 ming dollar body kitni o'zi akalar. Aka ko'rdim, farani ham polni o'zgartirib yuborsa, ya'ni ledni qo'ygansizlar, boshqacha qilgansizlar, farani o'ziga nech pul ketdi? Led tuning Aziz akam qilib berganlar buni 1,5 ming ketgan. 1,5 ming farani oldi o'ziga. orqasiga. Yana bitta zo'r narsasi, endi bu yubkaga diska to'g'irlashingiz kerak. Albatta, aka, diskasiga nech pul ketdi aka? Diskani 2800 ga olganmiz. 2800 dollar diska bo'lyapti va bu mashina to'laqonli pnevma podveska, ya'ni tushadi ham, ko'tariladi ham. Pnevmani o'ziga nech pul ketdi? 3 ming dollar pul ketgan aka. 3 ming dollar pnevmani o'ziga. Voy, vashta gap bo'lishi mumkin emas. Endi yana bitta tomoni, bu mashinani salon qismi ham to'laqonli o'zgargan. Salon qismiga nech pul ketdi aka? Saloniga aka bir 6 ming atrofida ketgan. 6 ming dollar pul akalar salonni o'ziga ketgan. Aka, mashinani yurganda men sezdim, polni shumizatsiya ham qilingan ekan. Shumkaga nech pul ketgan? Shumkani o'ziga ham bir 1000 so'm atrofida ketgan aka. 1000 dollar akalar shumkani o'ziga. Mashina rotorli motorda bo'ladi, заводской. Motor to'laqonli olib tashalgan va Mercedes motori qo'yilgan. Motor o'ziga nech pul ketgan? Motor gulshtillari bilan bir 9 ming atrofida ketgan aka. Akalar, menimcha 31 mingdan mashinamiz oshib ketdi shekilli. Endi menimcha hisobladinglar, nech pul chiqdi? Kamera, Magikar, mayda narsalarga taxminan aka uni o'ziga ham bir 2 mingga yaqin pul ketgan aka. 2 ming dollar pul ketgan akalar. Bu yog'i 1,5 lik sabr va mehnat puli bo'ladi. To'laqonli xudo xolasa mashina bitgan, to'g'rimi? Bemalol harakatlansa bo'ladi. Bemalol. Va O'zbekiston menimcha O'rta Osiyo bo'yicha bu mashina yagona bo'lgan. Aka, lekin mehnatingizga, hammasiga gap yo'q akalar. Qadrlagan holatda bitta like bosib qo'yasizlar. Mabodo sizlarga ham shunaqa proyekt kerak bo'lsa, bemalol Aziz akamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi aka, nima mashina urib ketganini borib bitta hal qilmasa bo'lmaydi aka. Lekin undan ham seriozlikni qilib qo'yganmiz aka. Ko'rsatamiz ham. Aka, mana shu mashina meni urib ketgan hozir. O'zga hech narsa qilmadimi, Glavniy aka? Hamma yog'imni dabdala qilishdi. Aka, rasvo qilib Mana shu mashina bo'ladi aka. Endi O'zbekistonda yagona mashina yurmani xohlagan ishini qilmaydi, to'g'rimi? Endi O'zbekistonda yagona mashina yurmani xohlagan ishini qilmaydi, to'g'rimi? O'zi o'zbek ustalariga borib teng kelish juda ham qiyin-da aka. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin haqiqatan ham birga bir qilib borib yasab qo'yishdi mashina. O'xshabdimi yangi proyekt aka? Zo'r aka, do'da. Maza qilgan joyim bor-ku, bu mashinada mana shu ko'rib turgan har bitta detallar qo'l mehnatida qilingan. Ya'ni hech narsa olib kelib taqmagan. Hech narsa olib kelinmagan. Mana shu rasm orqali hamma narsa yasalgan aka. Hattoki mana shu arkasi ham xuddi shunaqa qilingan. Hammasi shunaqa aka. Даже mana shu rangi ham Lamborghini Urus'ni kodidan olib, o'sha kraskasi sepilgan aka. Ha, rangi ham o'shandan olinib, birga bir qilib sepilgan. Bu kraska hozir. Bu kraska aka.
Ko'rasizlar akalar. Qanchalik mehnat, bitta like ayniqsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Diskalarni ham ko'ryapsizlar, hattoki Lamborghini Urus'ni o'zini diskasidan birga bir qilib qilishgan. Okay, yana bitta mazza qilgan joyim, bu mashinani salon qismi bo'ladi. Salonning o'ziga deyarli $10,000 pul xarajat qilgan. Original Alcantara Shunaqa aka. lekin mana narsasiga men mazza qildim, ya'ni Mercedes tuningan birga bir logolarni ham alohida urgan. Shunaqa. Ust qismini men dizaynni qilgan bo'lsam, salon qismini uzoqdan ham qilganman. O'zlari dizayn bo'yicha hammasini. Bitta mana shu monitorlar, tabloni hisobga olmasa, haqiqatan ham Lamborghini ichida o'tirganda o'zi qismlari original koja va tepa qismida to'laqonli Alcantaradan qilingan. Rullari ham alohida обшивка qilinib, o'rtasiga aynan shu logo, ya'ni Lamborghini logosi urilgan. Okay, lekin men $10,000 degan yerda to'g'risi ishonmadim salon qismiga o'ziga, lekin haqiqatan ham qilingan mehnat dahshat. Общий hisobda akalar $20,000 pul va 5 oy mehnat ketgan. Okay, lekin urib ketganiga menda bor to'g'risi. Roziman mashinani, gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Aziz akamga murojaat qilasizlar. Xudo xolis ishinglarni mana shunaqa sifatli qilib bitirib berasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, bu videoni BYD tanishligi jo'natib qo'ying.